Assalomu alaykum barchaga do'stlar. E'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, o'zbek futbolidagi muammolarni va barchangizni qiynayotgan og'riqli mavzularni yoritishda davom etamiz. Bu mavzularni yoritayotganimizda, kimlarni tanqid qilayotganimizda futbolimiz tepasida turganlar bizni yomon ko'rishlari mumkin. Lekin biz borini ochiq, oydin, qo'rqmasdan gapirib o'rganganmiz. Bugungi mavzuyimizda do'stlar, necha yillardan beri O'zbekistonlik futbolchilarni, O'zbekistonlik futbol muxlislarini ayniqsa asabiga tegib, ularni jahlini chiqarib, butun stadion, butun viloyat, kerak bo'lsa butun O'zbekistonning tavqalanatiga uchrab kelayotgan o'zbekistonlik hakamlar haqida. Bunga majbur qilgan voqea bor. Kecha kuni hammangiz ko'rdingiz do'stlar. Juda ham yomon ish bo'ldi. Ya'ni o'zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev boshchiligidagi boshqarilayotgan o'yin Paragvay hamda Fransiya o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi. Mana shu uchrashuvda Ilgiz Tantashev juda ham katta xatolarga yo'l qo'ydi. Futbolchilarni jazolamaslik, futboldagi o'sha o'yindagi tizginni qo'ldan chiqarib qo'yish, umuman olganda o'yinni juda ham yomon boshqarganligi sababli ko'pgina futbol hakamlarini baholaydigan yirik saytlar bizning o'zbekistonlik hakamga, eshitib turing, bizning o'zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashevga 10 ballik sistemadan bor yo'g'i 1 ball berishdi va nega unga 1 ball berishganini izohlab berishdi. Men sizlarga mana shular haqida qisqacha va kerakli ma'lumotlarni aytaman va kerak bo'lsa futbolimiz tepasida turgan rahbariyatgacha yetib borish uchun harakat qilamiz. Ya'ni mana bu og'riqli mavzu, hakamlar mavzusi qachondir olib chiqilishi kerak edi va bugun mana shu mavzu olib chiqilyapti. Xullas kalom do'stlar, Ilgiz Tantashev boshlangan Paragvay Fransiya o'rtasidagi uchrashuvda paragvaylik futbolchilar juda ham yomon o'ynashgan. Ular o'sha raqib kuchli bo'lganligi uchun fransiyalik futbolchilarga har xil provokatsion harakatlarni qilishgan, har xil sportchiga to'g'ri kelmaydigan harakatlarni qilishgan, qo'polliklar qilishgan. Lekin yirik saytlarning ma'lum qilishicha 14 marotaba 100% sariq kartochka ko'rsatiladigan vaziyat. Tasavvur qilyapsizmi? 14 marotaba, 1 emas, 2 emas, 14 marotaba 100% sariq kartochka ko'rsatadigan vaziyatda bizning hakamimiz, o'zbekistonlik hakam biror marta paragvaylik futbolchilarga sariq kartochka ko'rsatmagan. Ya'ni kecha o'sha juda ham yomon o'tgan o'yinda juda ham o'sha paragvaylik futbolchilar butun dunyo ko'rdi, qanaqa o'ynashganini, qanaqa provokatsiya qilishganini, qanaqa anti futbol. Men yomon ko'raman, chunki kuching yetmayapti-mi? Mayli, 2-3 ta gol o'tkazdi, yutqazib mard bo'lib chiqib ketdi. Lekin kuching yetmasa, tirraqib uzoqqa o'xshab, tirriqlik qilib, g'irromlik qilib, yotib olib, provokatsiya qilib, futbolchilarning xullas jahlini chiqarib, umuman anti futbol deyiladi-da bu. Ya'ni futbolni buzish. Futbolni buzyaptimi? Hakam o'yinni qo'liga olish kerak. Bosh hakam o'yinni boshqaradigan inson, uni hech kim qaroriga qarshilik qila olmaydi maydon ichida. O'sha 90 daqiqa o'yin davom etadiganmiz, 90 daqiqa, undan ko'proq davom etgan, undan ko'proq daqiqa vaqt davomida bosh hakam o'yinni boshqarish kerak. Undan boshqasi emas, futbolchilar emas. U esa o'yin tizginini izdan chiqarib yuborgan. Bilmayman nimaga, kimdir bilan nimadir bahslashganmi yoki bo'lsam qasam ichib chiqqanmi bugun Paragvay futbolchilariga sariq kartochka ko'rsatmayman deb. Xullas, ularning aytishi bo'yicha, o'sha ekspertlarning aytishi bo'yicha butun dunyo hakamlariga baho beradigan, o'yinlardagi hakamlarga baho beradigan Avar, Allo Referi, xullas har xil saytlar bor. Mana shu saytlar butun birlashgan holda Ilgiz Tantashevga borug'i 1 ball qo'ydi. Ertalabdan butun dunyodagi futbol nashrlarida o'zbekistonlik hakam rasvo qildi, o'zbekistonlik hakam o'yinni buzib qo'ydi, o'zbekistonlik hakam u qildi, xullas yana o'zbekistonlik nomi butun dunyoga sharmanda bo'ldi. Buni sababchisi o'sha O'zbekistondagi eng kuchli hakam, men uchun kuchli emas bu inson. Bu insonni men bir necha marotaba Telegram kanalimda tanqid qilganman. Ilgiz Tantashev 14 marotaba sariq kartochkali vaziyatda, tasavvur qilasizmi? 14 marta sariq ko'rsatiladigan vaziyatda biror marta sariq ko'rsatmagan. Xullas, rasvo boshqargan o'yinni. O'ylaymanki, futbolimiz boshida turgan janob Ravshan Ermatov, siz o'zingiz sobiq hakam bo'lgansiz. Sizni hakamligingiz borasida menda hech qanday savol yo'q sizga. Siz juda ham zo'r hakam bo'lgansiz. Haqiqatan futboldagi eng yaxshi hakamlardan biri bo'lgansiz. Nafaqat O'zbekistondagi, dunyoda tan olgan eng yaxshi hakamlardan biri bo'lgansiz. Vaqtida katta o'yinlarni boshqargansiz, jahon chempionatlarida ishlagansiz va hozir siz
O'zbekistondagi UEFA, ya'ni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida rahbar lavozimida ishlaysiz. Ammo ming afsuski, sizning rahbarligingizda o'tayotgan mana shu davrlarda bizning hakamlar qovun tushirishyapti. Mana hozir meni ko'rib turgan bitta odam bo'ladimi, 100 ta odam bo'ladimi, 1000 ta odam bo'ladimi, futbolni ko'rasiz. Bilasiz, O'zbekistonda Superliga degan chempionat bor. Bizning chempionatimiz O'zbekiston birinchiligi, Oliy ligasi Superliga deb ataladi. Bilasizlar, har turda qaysidir hakam qovun tushiradi. Qizil berilish kerak degan paytda qizil bermaydi, qizil ko'rsatmaslik paytida qizil ko'rsatib qo'yadi. Ayniqsa penaltilar mavzusida juda ham rasvo o'ynashadi. Yo'q joydan penalti berganlarini bir emas, bir necha marotaba Andijon deysizmi, Navbahor, Nasaf, Neftchi, Paxtakor, xullas har qanday klub, Sug'diyona, Samarqand, Dinamo, Surxon, har qanaqa O'zbekistondagi klub hakamlikdan aziyat chekkan. Bizning hakamlarimiz qaysidir klubga yon bosishmaydi. Bizning hakamlarimiz shunchaki nimagadir qovun tushirishadi. Va men o'ylardimki, bular faqat O'zbekistonda shunaqa yomon boshqarishadi. O'zbekistonda bunaqa katta xatolarni qilishadi. Dunyoga chiqishsa, ertaga bir Osiyo chempionatlarida yoki bo'lsam jahon chempionatlarida o'ynasa qovun tushirishmaydi. Bu shunchaki O'zbekistonda bo'ladigan ishlar, chet elga chiqsa ularni unaqa ishlarni qilishmaydi deb o'ylardim. Ming afsuski, kecha Paragvay Fransiya o'rtasida Ilgiz Tantashev janoblari bizni butun dunyoga sharmanda qildi. Men uchun, meni shaxsiy fikrim, bu sharmandalik. Ya'ni hakammisan, o'yinni boshqar. U agar o'yinni ko'rsanglar do'stlar, hakam borligini ham mensimayapti-da. Paragvaylik futbolchilar umuman hakam yo'q deb o'ylayapti. Bir tingilmayapti. Hakam o'rtada ajratib yuribdi. O siz ajratmang aka. Siz sariq kartochka berish huquqiga egasiz. Qizil kartochka qoida buzildimi, reglamentga to'g'ri keladimi, ko'rsating. Nimasidan qo'rqasiz? Sizni orqangizda butun 40 millionga yaqin xalq turibdi. O'zbekiston Respublikasining aholisi rasman 39 milliondan o'tdi va 40 millionga yaqinlashdi. Biz kichkina xalq emasmiz aka. Kerak bo'lsa dunyosini oxirigacha borib sizni himoya qilamiz. Siz haq bo'ling, sizni himoya qilamiz. Shaxsan o'zim chiqib himoya qilaman. Boraman qayerga borish kerak debsa, yozaman qayerga yozish kerak debsa, FIFAsi bo'ladimi, UEFAsi bo'ladimi farqi yo'q. Qo'rqmayman hech narsadan. Ras futbolni ichida yuribmanmi, men futboldagi mavzularni olib chiqaman, futbolni tanqid qilaman, lubo odam tanqid qilaman. Farqi yo'q menga. Bor narsani bor, yo'q narsani yo'q deyman. Lekin siz kecha yomon hakamlik qilgansiz va sizni deb yana O'zbekiston butun dunyoga doston bo'lyapti. Ming afsuski, salbiy oqibatda bizni e'tirof etishyapti. Ya'ni bizni ustimizdan kulishyapti. Futbolchilarimiz yomon o'ynashdi, kuchlari yetishmadi. Tan olaylik, 3 ta o'yinda yutqazdik, 11 ta gol o'tkazib yubordik, boyrug'i 2 ta gol urdik, birorta ham ochko ola olmasdan boshimiz egilib qaytib keldik jahon chempionatida. Mayli, kuchimiz yetmadi. Chipta muammosi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik. O'sha chiptani boshda turganlar, futbolkani boshda turganlar, baloni, battarni boshda turganlar butun dunyoga bizni sharmanda qilishdi. Fan klub deysizmi, bloger deysizmi, rasvo qilishdi, hamma joyda yana sharmanda bo'ldik. Va kecha bo'ldi, endi bu sharmandaliklar tugadi deganimizga, kecha O'zbekistondagi eng kuchli hakam bizni butun dunyoga sharmanda qilib o'tiribdi. Men uchun sharmandalik bu. 14 marotaba sariq kartochka ko'rsatilgan vaziyat sariq kartochka ko'rsatmagansiz. Nimadan qo'rqdingiz? Kimdan qo'rqdingiz? Ayting. Kimdan qo'rqasiz? Paragvaydan qo'rqdingizmi? Nimaga Fransiyaga 2 marta sariq kartochka ko'rsatibsiz? Fransiyadan qo'rqmabsiz-ku. Nimaga Paragvaydan qo'rqdingiz? Nimasidan qo'rqdingiz aka? Nimaga birorta tasavvur qilyapsizlarmi? Birorta Paragvay futbolchisi sariq kartochka olmagan. Vaholanki ular 14 marotaba 100% sariq kartochkaga tortadigan vaziyatlarni yaratishgan. Reglamentga ko'ra Ilgiz Tantashev bemalol cho'ntagidan sariq ko'rsatib, "Ma, sariq o'tirma bu yoqqa" deyishga haqqi bo'lgan, lekin nimagadir ko'rsatmagan. Bilmayman, buni o'zi biladi, nimaga bunaqa qilgan, nima qo'ygan. Xullas, mana bu videomdan maqsadim shuki, shu bahona, mana shu dunyoga sharmanda bo'lganimiz bahona, hurmatli futbolimiz rahbarlaridan biri bo'lgan Ravshan Ermatov, iltimos qilaman, hakamlik borasida juda ham katta burilish yashashga to'g'ri keladigan vaziyatda turibmiz. Ya'ni bizni eng og'riqli mavzu, kerak bo'lsa futbolimizni orqaga tortib kelayotgan vaziyat O'zbekistondagi hakamlarni bir izdan chiqib ketganini o'zingiz yana bir bora guvohi bo'ldingiz aka. Superligadagi qovun tushirishlarni ham ko'rardingiz. Yo'q joydan penalti berishardi, yo'q joydan qizil berishardi. Xullas, xuddi ataylab qilganda xato qilishardi. Varni ko'rib ham kelib xato qilib kelishardi.
aka, iltimos mana shu hakamlik borasida bir qarorlar chiqaring, kerak bo'lsa ularni borib o'qiting aka. Futbolimizga yomon pul ajratilayotgani yo'q, milliard pullar ajratilyapti. Agar siz 10 ta hakamni chet elga borib o'qitib kelaman, siz to'xta, o'tir, men bu yoqqa demaydi hech kim. Sizni qo'lingizda. Iltimos bularni o'qiting, malakasini oshiring. Ertaga yana jahon chempionatiga bizni hakamlarimiz chaqirishadimi yo'qmi? Agar mana bunaqa qonun tushiradigan bo'lsa, umuman bizni jahon chempionatlariga hakamlarimiz chaqirmay qo'yishadi. Siz butun dunyoga O'zbekiston hakamlarini dovrug'ini ko'tarib bergandingiz. Bular esa tushiryapti aka. Iltimos shu bahona hakamlarni bir ko'tarib, bir katta majlis qilib, hakamlaringizni bir yig'ishtirib oling, qo'pol bo'lsa ham. Ularni bir tartibga soling. Xullas, hakamlarni, O'zbekistondagi hakamlarni bir qayta bir tashkil qiladigan, qaytadan bir islohot qiladigan vaqt yetib keldi. Hurmatli Ravshan aka, sizdan iltimos qilamiz. Do'stlar, sizlardan esa iltimosim, mani 10 kishi ko'radimi, 100 kishi ko'radimi, 1000 kishi ko'radimi? Bizni 450 mingga yaqin obunachilarimiz bor. Har bitta inson erinmasdan mana shu video Ravshan Ermatovga, janoblariga yetib borish uchun, futbolimiz tepasida yurgan boshqa futbol rahbarlarimizga yetib borish uchun bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyalarda hakamlik borasida o'zingizlarning fikringizni yozinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, videomizni tarqatinglar do'stlar. Menga shaxsan menga masalan bunday olib qarasangiz, bu narsa nevigidni, o'rischasiga aytgan nevigidni, ya'ni menga foydasiz. O'sha har kuni har videoyimda, yangi videoyimni kimnidir tanqid qilib chiqish menga ham kerak emas, kimgadir yomon ko'rish. Futbolchilar meni yomon ko'rib qoladi, hakamlar meni yomon ko'rib qoladi, futbol rahbarlari yomon ko'rib qoladi. Lekin men bundan qo'rqmayapman-ku. O'zbekistonlik bitta inson sifatida bor narsani olib chiqyapman. Bor haqiqatni olib chiqyapman. Har doim to'g'risini olib chiqyapman. To'g'ri bormi? Bor. Masalan, katta blogerlar, katta futbolchidan pul topayotgan jurnalistlar bor. Birortasi hali chiqib katta muammolar, na o'zbek futbolchilaridagi muammolarni, na bir biletlarni muammosini, na bir boshqa hech kim olib chiqqani yo'q edi-ku. Biz birinchilardan bo'lib olib chiqdik. Mana shu hakamlik mavzusi, O'zbekistondagi sharmandalik hakamlarning mavzusini ham biz birinchilardan bo'lib olib chiqdik. Hozircha bizdan keyin olib chiqishlari mumkin. O'shaning uchun do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar, xalq bo'laylik, birlashaylik. Men shu futbol mavzusida yuribmanmi, foydali bo'lishga harakat qilyapman. Men bir narsani reklama qilmayman. Men bir bu kanal orqasidan qanaqadir manfaat topmayman. Shunchaki futbolni yaxshi ko'rganim uchun mana shu kanal yuriyapti va mavzularni qo'ldan kelgancha tanqidiy mavzularni yurityapman va olib chiqyapman. Sizlar meni qo'llab-quvvatlasanglar, Xudo xolasa bizdan chiqayotgan videolarimiz mana shu yerda shunchaki video bo'lib qolib ketmaydi. Shunchaki video bo'lib qolib ketish kerak emas. Bu videolar o'zbek futboliga foydasi tegishi uchun chiqarilayotgan videolar. Bilaman, siz muxlis sifatida Andijonga muxlislik qilasizmi, Neftchiga muxlislik qilasizmi, Navbahorgami, Nasafgami, Paxtakorgami, Bunyodkorgami, Sug'diyonagami, Buxorogami, Samarqandgami, Surxongami farqi yo'q. Baribir hakamlikdan qachondir aziyat chekkansiz, qiynalgansiz. Asabingizni buzgan holatlar bo'lgan. O'shaning uchun meni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Kanallarimizga obuna bo'ling. Aytgancha Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimiz manzilini yozib qoldiraman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar do'stlar. Biz har doim haqiqatni olib chiqishga harakat qilamiz. Mavzu yuzasidan o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Men haqmanmi, nohaqmanmi? Bemalol haq bo'lsam haq, nohaq bo'lsam nohaqligimni aytinglar. Futbol vaqtida qolinglar do'stlar va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Eng asosiysi eng haqiqatni olib chiqadigan kanaldasiz. Xayr, salomat bo'linglar.